Inson tabiatdan juda shafqatsizdir. Tarixdan biz terrorchilik va ommaviy qirg'in bilan o'z mamlakatini boshqargan ko'plab shafqatsiz hukmdorlar haqida eshitganmiz. Lekin ularning orasida chegaradan ortiq shafqatsiz bo'lgan insonlar ham bor edi. Demak, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. UzFakt kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizga tarixdagi top 10 eng shafqatsiz hukmdorlar haqida aytib beramiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Ivan Grozniy. Ivan Vasilyevich 4-chi, ya'ni Ivan Grozniy hukmdori Moskva davlatining knyazi va butun Rossiyaning buyuk hukmdori bo'lgan. Grozniy Ivan Vasilyevich hozirgi Rossiya hududining asoschilaridan biri desa ham bo'ladi. Davlatda ba'zi islohotlarni amalga oshirgani bilan u atrofdagi hammani sotqinlikda gumon qilgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Ivan Grozniy murakkab inson, g'azabkor va vaqti bilan ruhiy beqaror inson bo'lgan ekan. U shafqatsiz edi, odamlarni yoqish va qoziqqa o'tkazishni yoqtirar edi. Masalan, u butun bir shahar aholisini Polsha bilan til biriktirganlikda gumon qilib, uni qurshab oladi va har kuni uning qo'shinlari 1,5 ming odamni tanlab qatl qilar edi. Grozniy hattoki ba'zi manbalarga ko'ra o'zining homilador qizini va o'g'lini g'azabda o'ldirib qo'yganligi aytiladi. Ivan Vasilyevich Grozniy 1584-yil 28-martda vafot etgan. Uning qanday o'lganligi haqida hozirgacha aniq ma'lumotlar yo'q. Caligula. Gay Yuliy Sezar August Germanik Caligula taxallusi bilan ko'proq tanilgan bo'lib, u Rim imperatori bo'lgan. Ko'plab tarixchilar Caligulaning dahshatli shafqatsizligini ta'kidlashadi. Caligula hukmronligi boshlanishidan 1 yil o'tib, u o'zini xudo deb e'lon qildi. Imperator oldida har doim xizmatkor bo'lib, u odamlarni qiynash, ularni ta'qib qilish yoki qatl qilinishi kerak bo'lgan kishilarning ismlarini qog'ozga qayd etgan. Caligula 3 ta opa-singillari bilan birga yashagan. Ulardan biri halok bo'lganda, u shunday motam e'lon qilganki, bu vaqt ichida biron bir kishi yuzda quvonch namoyon qilmaslik kerak edi. Aks holda bu jinoyat hisoblanib, u darhol qatl etilgan. Caligula juda zolim inson edi, ammo u chaqmoq va momaqaldiroqlardan qo'rqqan. Kuchli momaqaldiroq paytda u hatto yotoqlar ostiga berkinib, momaqaldiroq tinmagunicha u yerdan chiqmagan ekan. Vlad III Besarab. Vlad Tsepish yoki taniqli Vlad Drakul Valaxiyaning mashhur knyazi edi. Vlad Drakul hukmdori psixologik muvozanatsiz va juda shafqatsiz edi. Ehtimol buning sababi Vladning o'smirlik davrida turk sultonining saroyida garov sifatida bir necha yil o'tkazganligi bo'lishi mumkin. U yerda Vlad ruhan jarohatlanganligi haqida aytiladi. Vlad har xil turdagi qiynoqlarni o'tkazishni, odamlarni mayda bo'laklarga chopishni hamda rektal qoziqqa o'tkazishni xush ko'rgan. U minglab odamlarni qiynoqqa solib, jasadlar orasida osongina ovqatlanishi mumkin edi. Vlad butun boshli bir amlas shaharning barcha aholisini qirib tashlagan. Bu shaharda taxminan 20 ming kishi, ayollar hamda bolalar yashagan. Valaxiyaning o'z nazoratiga olish maqsadida mamlakatga kirgan turk qo'shinlari bu shaharga kiraverishda chirib ketgan o'liklarni badbo'y hididan orqaga qaytib ketgan emish. Qatl qilishdan oldin Vlad qatlning qanday ijro etishini buyurtma qilgan. Unda jabrlanuvchi qaynoq suvga tashlanishi, boshidan ko'zlaridan judo bo'lishi, bo'g'ib o'ldirilishi, osilishi, yondirilishi, qovurilishi yoki tiriklayin dafn etilishi mumkin edi. Shuningdek, u jabrlanuvchilarning burunlarini, quloqlarini, jinsiy a'zolarini va oyoq-qo'llarini chopib tashlashni yaxshi ko'rar edi. Idi Amin. Amin 1941-yildan 1979-yilgacha Uganda mamlakatining 3-prezidenti bo'lgan. Uning hukumat davri inson huquqlarining buzilishi, siyosiy repressiyalar, etnik ta'qib, sudsiz qatllar, iqtisodiyotning kuchli pasayishi va korrupsiya bilan xarakterlanadi. 1971-yil hukumatni qo'lga olgan Ugandaning zolim hukmdori nafaqat mamlakatni to'liq inqiroz botqog'iga botirdi, balki shu bilan birga davlatning 1,5 million aholisini ham qirib yubordi. O'sha yillarda Uganda fuqarolari jami 19 million kishini tashkil etgan edi. Ulardan kamida 2000 kishi Idi Aminning o'z qo'llari bilan o'ldirildi. Pol Pot. Pol Pot yoki Salotsar kambodjalik siyosatchi, Qizil Khmerlar boshlig'i va 1975-yildan 1979-yilgacha Demokratik Kapucha hukumatining rahbari bo'lgan. Uning oz bo'lsa ham hukumati davrida Kambodja xalqining qonli genotsidi o'tkazilgan. Genotsid xalqaro jinoyatlarning bir turi, irqi, millati, dini, etnik tarkibiga ko'ra aholi guruhlarining yoppasiga yoki qisman jismonan qirib yuborishga qaratilgan harakat.
Ushbu jinoyatchilik harakatlarining sababi stalinizm va maoizm mafkuraviy nuqtai nazariga muvofiq Kambodjada jamiyatning radikal o'zgarishlarini amalga oshirish niyati bo'lgan. Bor yo'g'i 4 yil ichida mamlakat aholisi 20% ga qisqarib, barcha ziyolilar va burjualar qatl etilgan. Ushbu qisqa vaqt ichida qizil khmerlar mamlakatni o'rta asl holatiga aylantirishdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Pol Pot rahbarining hukmronligi davrida mamlakatda 2,746,105 kishi halok bo'lgan ekan. Leopold II. Belgiya qiroli Leopold II 1865-yildan to o'zining o'limi 1909-yilgacha hukmronlik qilgan ekan. Leopold Belgiyadan 76 marta katta bo'lgan Afrika hududlarini bosib olishi bilan mashhur bo'lgan. U yerda Leopold II buyrug'iga binoan mahalliy aholini shafqatsizlarcha ishlatib, fil suyagi va kauchuk ishlab chiqarish uchun turli tijorat kompaniyalarini tashkil qilgan. U Kongoda genotsid uyushtirgan. Leopold II davrida mustamlaka hududida yashovchi aholi soni 20 milliondan 10 milliongacha kamayib ketgan ekan. Stalin. Iosif Vissarionovich Stalin Sovet ittifoqining siyosiy va harbiy arbobi bo'lgan. Uning hukmronligi davomida diktatorlik rejimi o'rnatilishi, inson huquq va erkinliklari buzilishi, insoniyatga qarshi jinoyatlar, ommaviy qatag'on tizimini yaratilishi, shuningdek Ukraina xalqining genotsidi amalga oshirilgan. Ko'pgina odamlar qamalgan va surgun qilingan. Zo'ravonlik ham Stalin uchun begona emas edi. Ikkinchi jahon urushi boshlangunga qadar bo'lgan mislsiz kollektivizatsiya va industrializatsiya oqibatida 20 milliondan oshiq odamning hayotiga nuqta qo'ydi. Agar urush davomidagi qurbonlar sonini qo'shsak, Stalin davrida Sovet ittifoqi aholisining yo'qolishi 2 barobarga ortadi. Biroq bu qurbonlarning hammasiga Stalin aybdormikan? Shubhasiz, u va uning generallarining noto'g'ri strategiyalari shafqatsizlarcha armiyaning katta qismini yo'qotilishiga sabab bo'ldi. Ammo urush boshlanishining katta sababchisi Adolf Gitler edi. Shuning uchun Iosif Vissarionovich Stalin bizning to'pimizda 4-o'rinni egalladi. Chingizxon. Insoniyat tarixida yana bir shafqatsiz imperator bu Chingizxondir. Chingizxon Mo'g'ullar davlatining asoschisi va eng buyuk xonidir. Chingizxon imperatori Shimoliy Sharqiy Osiyoning ko'plab ko'chmanchi qabilalarini birlashtirib, buyuk Mo'g'ul imperiyasiga asos solgan. 13-asr boshlarida Mo'g'ullar davlati o'ziga butun Osiyoni bo'ysundiradi va hech bir dushman Chingizxon va uning qonxo'r askarlariga qarshi chiqa olmaydi. Chingizxonning haqiqiy ismi Temuchin. Chingizxon esa uning unvoni. Xon hokim, Chingiz esa o'sha davrda ummon ma'nosini anglatgan. Tarixchilarning fikriga ko'ra Chingizxon 40 million odamning o'limiga sababchi bo'lgan. Bu o'sha davrda dunyo aholisining 11% ni tashkil etgan. Buyuk xon dushmanlarning ko'zi va quloqlariga eritilgan qo'rg'oshin quydirgan. Bundan tashqari u odamlarni umurtqasi sinmaguncha buklashni ham sevib tomosha qilgan. G'alabani ular dushman tanasi ustida turib nishonlagan. Bunda Mo'g'ullar ularning tanasi ustiga taxta va stollarni qo'yib, so'ng ustiga chiqib qurbon ezilib o'lmaguniga qadar ichimlik ichishgan ekan. Chingizxon insoniyat tarixidagi eng katta maydonga ega bo'lgan imperiyaga asos solgan. Mao Zedong. Yana bir haqqoniy ravishda eng qonxo'r hukmdorlardan biri bu Xitoy hukmdori Mao Zedong. Kommunistik partiya markaziy qo'mitasi raisi Mao Zedong Xitoyni Sovet ittifoqi qo'shinlari yordamida qo'lga kiritib, Xitoy Xalq Respublikasini qurdi va o'z o'limiga qadar uning rahbari bo'ldi. U ko'plab yer islohotlarini amalga oshirdi. Ko'plab katta maydonga ega bo'lgan yer egalaridan zo'ravonlik va terrorchilik orqali yerlarni tortib oldi. 1 millionga yaqin odam qatl qilingan. 6 millionga yaqin esa mehnat lagerlariga badarg'a qilingan. Uning o'zicha yuritgan siyosati va iqtisodiy islohotlari oqibatida mamlakatda 40 milliongacha odam ochlikdan o'lib ketgan. Ammo bu azoblar shu bilan yakun topgani yo'q. Uning 33 yillik hukmronligi davomida umumiy hisobda 76 millionga yaqin odam qirilib ketdi. Adolf Hitler. Butun tarix bo'yicha eng tanilgan shaxs desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. U haqida qancha gapirsak ham oz. Uning rejimi turli mamlakatlarda bir emas, 2 emas, millionlab odamlarni boshiga yetgan. Adolf Hitler Olmoniya fashistlik davlati boshlig'i. Fashistlar Nasional sotsialistik partiyasining fyureri edi. U 3-Reyx deb nomlangan diktaturani yaratdi. Uning hukmronligi davrida millatchilardan tashqari mamlakatda barcha partiyalarga taqiq qo'yilgan ekan.
Butun dunyoga hukmronlik qilishni istagan bu kishi o'zining bo'ysunuvchilariga g'ayriinsoniy buyruqlar topshirgan. Misol uchun, Yahudiy aholisining ta'qib qilinishi, hech qanday tushuntirishsiz yoki sudlovsiz turib qatl etilishidir. Mamlakatning siyosiy tizimi terrorizm, millatchilik va qo'rquvga asoslangan edi. Gitler dunyoni fath qilish g'oyasi bilan Ikkinchi jahon urushini boshladi va bu unga mag'lubiyatni olib keldi. Tarixchilarning fikriga ko'ra, Gitler tarixdagi eng shafqatsiz hukmdordir. Uning siyosati oqibatida umumiy hisobda 80 millionga yaqin odam qirilib ketgan. Faqat Ikkinchi jahon urushining o'zida bu urushga majburan tortilgan Sovet ittifoqi xalqlarining jami bo'lib 27-28 million aholining o'limiga sabab bo'ldi. Ulardan 18 millioni tinch aholi bo'lsa, qolgan qismi askarlar edi. Sovet ittifoqi mustamlaka asoratida bo'lgan barcha respublikalar, shu jumladan O'zbekiston xalqlari uchun bu og'ir sinovlarga aylandi. Hozirgi vaqtda urushning eng og'ir yuklarini biz ko'tardik degan mazmundagi gaplarni ruslardan ko'p eshitamiz. Ammo bu urushning zahmatini, mashaqqatini sobiq SSR tarkibida bo'lgan barcha respublikalar, ularning xalqlari, minglab oddiy odamlar o'z yelkasiga birday ko'targan desak, haqiqatni aytgan bo'lamiz. Ikkinchi jahon urushidan oldin O'zbekistonda 6,5 millionga yaqin aholi yashagan. Ulardan 1,5 millioni janglarda ishtirok etgan. Qariyb 500 ming nafari halok bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston xalqi ham mislsiz azob-uqubatlarni boshdan kechirdi. Yurtdoshlarimiz nafaqat janggohlarda jon olib jon berdi, balki frontni oziq-ovqat, kiyim-kechak, hattoki qurol-aslahalar bilan ta'minlaganligi tarix sahifalarida muhrlangan. Janglar kechayotgan hududlardan mamlakatimizga 1,5 million nafardan ortiq kishi ko'chib kelgan. Ularning hammasiga bag'rikeng yurtdoshlarimiz o'zlari ham urushni boshdan kechirayotganligiga qaramay bor mehrlarni berishgan. Hozirda Yevropa ittifoqi aholisi 500 milliondan ortiq va bu ittifoqqa a'zo davlatlar dunyoning eng rivojlangan va boy davlatlari hisoblanadi. Ammo qizig'i bugungi kunda urush hududlaridan qochib borayotgan xuddi shu 1,5 million qochoq bu davlatlar uchun shu qadar muammo bo'lmoqdaki, bu masala ittifoqning dars ketishiga ham sabab bo'lishi hech gap emas. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Hammaga xayr, salomat bo'ling do'stlar.